Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Aziz Graft. Bilasiz, men o'tgan kuni adashib ketibman. Mayli uzr. Ikkinchi bazam edi. Bugun biz sizlar bilan oldingi videoda bloklar to'plamini qilgan edik. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, sizga bloklarni bittadan ko'rsatib chiqaman. Biz bedrockni ham olganmiz albatta. Rudalarni ham. Xullas hamma narsalarni olganmiz. Voy yarama zombiylar. Tegma. Nega uryapman bularda? Sababi bor. Chunki meni villaganlarim bor. Iyudi. Bunu soplayamiz kerak emas. Bugungi sizlar yana qaysi yaramni soplayapti? Keling, to'g'rilab beraman. Keling. Obunachilar meni ko'ryapti. Afrikada ham turib bo'lmaydi bular. Yaramas. Yo'qol Afrikadan. Afrikada turishga qo'ymaydi kacho. Afrikada turolmayapman, yaramas. Bunaqa bloklarni ham topganmiz. Sizga oxirigacha ko'rsatishingiz bilan. Qanday qilib bu bloklarni tarvuzni bitta olgansiz desanglar, boltaga silk tovchi sehrni qo'ysangiz, mana bu tarvuz bunaqa tushadi. Voy yaramas creeper. Tachoq qildi hamma narsani. Nahotki men uni ko'rmagan bo'lsam, nega menda 4 ta blok turibdi? Savol qiynavordi. Voy yaramas. Voy yaramas. Qani endi unaqa blok? Katta xolamdan topaman. Ikki til qaysi? Men senga qisib o'tirdim. Uxlashga ham qo'ymaydi bular. Yaramas. Mayli, to'g'rilarni qo'yamiz. Bugungi maqsad sizlarga aytish esimdan ham chiqibdi, yodimdan ham ko'taribdi. Nima maqsad desizlar? Maqsadim esa bitta maqsad bor menda. Mana bu yerga katta qo'ziqorin qurish. Lekin menda bloklar yo'q. Qayerdan topish kerak bloklarni? Mana bu blok. Qornim ochib ketadi yurib. Keting. Ay. Yo'q. Ko'chada, ko'chada bana oldingizda, ana, to'shayda solingan to'shayda o'tiribdi-yu.
Tezroq ovqatdan to'plab olgim kelib qoldi. Shunga xafa bo'lmanglar. Yellandik. Online. Yaxshiyam bu. Sezib qoldimi? Sen bu yaramaz umrimni yerda. Mayli. Bitirmez narsalar satılıyordu. Bir daha. Ne bileyim. Kopya dünya yaxshi shekilli. Va elementim to'lib ketdi. Yo'q. Boshqa go'sht yeyman. Chunki yeyishim taqiqlanadi. Qanday yeyishimiz mumkinmi boshqa go'shtni? Obunachilar biladimi? Qanday qilib yaxshi. Nima? Men bularni yig'sam shunchaki yig'ilmadimi? Shuni to'g'rilab zahir. Men topgan narsalarimni birma-bir sandiqqa solishni boshladim. Chunki solim keldi. Menda shu ikkita qayerda? Ben bilmem. Nima menda ikkita dinamit turibdi? Sizlardan gapirishingizni qo'lyapti. Bu bloklar menga asosiy %100% aynan. Bora aydamıyormuşsun. Doğrusu bu çoğulaşlar menga yoqa boshladi. Va men bloklarimni, qilgan ishlarimni to'g'rilashga ketvordim. Akant obunachilar sizlarga aytadigan gapim esimdan chiqdi. Keyingi videoda obunachilarim bilan ham birga o'ynayman. Albatta obunachilarim bo'lsa. Endi video qo'yishim bu birinchi videoyim. Kim ham like bosadi. Mayli, sizlardan like judayam ko'p kutaman. Keyingi videoni izlashdan keyinligini tasavvur qiling. Sizlarga men ko'p like so'ramayapman. 2 dona obunachidan keyingi video chiqadi. Faqat YouTube'ga qarab turaman. Sizlar menga yozinglar ko'plar. Keyingi avval kimlar o'ynashini yozinglar. Gap bilan yozishni bilmayman. Xullas, keyingi videoda bilib olasiz. Savol qiynadi. Savol qiynab ketdi. Har bir blok. Graf blok. Parkurdan o'tolmadim. Hazırlar, şimdi parkur basıcı. Hop. Qo'zg'olon qurmoqchidim, lekin qurganman. Yo'q. Gapga kiramikin. Yo'q, sizlar xafa bo'lib qolasizlar, obunachilar. Qidiman. O'nliklarni olamiz. Tepadagini olamiz. Va turish uchun narsalar bor. Yo'q dedim. Nimaga uni qilasan?
doim meni omadsizliklar kutadi. Nega? Negasini bobosiga. Hazlashdim, negani bobosiga aytgan bo'lishdi. Yo'q. Hamon. Hamma narsani barbod qilib bo'g'amiz. Ko'rim. Onachilarim aytyapti, senga bug' bormaydimi? Shunday qisib videolarimni shunday qisib turmaysan sen. Video olib komediyalardi deb yaramas. No mayli, bizga plus bo'ladi. Nega deysizmi? Plusning plus bo'ladi. Voy dod. Jonim qolib ketayotganini bilardi deb. Mana men qurish uchun qayta joy qilgansiz deysizlarmi? Gapimga e'tibor bermanglar, men ukamga gapiryapman, sizlarga emas. Sizlarga hozir video emas. Bo'pti, shu bilan video tugaydi. Keyingi video ertaga.